Hammaga salom. Yaxshimisizlar? Bizda chitir-chitirda yarim tayyor mahsulotlarimiz borligidan xabaringlar bormidi? Hozirda shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Bizani mamashalarimiz, kelinlarimiz uyda shoshgan paytida tezgina nimadir tayyorlashga yarim tayyor mahsulotlar sizlarga zo'r yordam beradi deb ayta olaman. Ayniqsa kelinlarimizga eng birinchi yordamchilardan bo'lishadi yarim tayyor mahsulotlarimiz. Xo'p, bizda nimamiz bor? Birinchisini ko'rsatdik sizlarga frikadelki. Buni har kuni bolajonlarimga men ovqatlar tayyorlab beraman. Xullas shuni qo'shib yesa zo'r bo'ladi demoqchiman-da. Kureni shariki, tovuqli sharikchalar va yana golubtsilarimiz, chebureki. Shunda yog'ga solasizlar pishib chiqadi. Xo'p, kotlet tovuqli kotlet va go'shtli kotletlarimiz bor va mana shu somsani juda ham yaxshi ko'raman men. Bu bedana tuxumi solingan somsa, juda ham boshqacha tugilishi ham ichidan bedana tuxumlari chiqadi, butun. Va mana bunaqa go'shtli piroglar shunda tayyor solasa duxovkaga pishib chiqadi. Va bu yoqda olmali pirog ham bor. Mazasi zo'r chiqadi. Albatta olib tayyorlab ko'ringlar. Turk somsasi, qatlama, tovuqli somsa va bu yoqda mantilarimiz bitta idishda 20 ta bo'ladi. Ya'ni shunaqa qolipchada 20 ta mantishkalar bo'ladi. Sirniki zavtraklarga, bolajonlarga tayyorlab bersanglar juda ham maza qilib maktabga, bog'chaga zavtraklar qilib ketishadi. Hammanglarni chitir-chitirda kutamiz va bu yarim tayyor mahsulotlarimizni siz bemalol uyingizga dostavka qildirsangiz bo'ladi yoki filiallarimizdan kelib olib ketishingiz ham mumkin.